Eng arzonda sizlarga arzon narxda King Long avtomobilini ko'rsataman. 2019-yil ekan. Xo'p, motor, most, korobkalar hammasi zo'r ekan mashinani. Bemalol prerikka tekshirib olgansizlar. Kraskalar etbetida bor, lekin udarlar yo'q ekan. Bemalol prerikka qilib tekshirib olgansizlar. 300 mil atrofida yurgan King Long. Xo'p, kanselari 9 orqa tomonlarini ham muzlatadigan 300 mil atrofida yurgan mashinaning holati yaxshi, texnik unaqa xarajatlari yo'q ekan. Xo'p, gaz baloni 3 ta ekan, 50 talik gaz balonidan 2 ta, 50-80 talikdan bitta ekan. Mashina ja unaqa urinib ketmagan, normal holat turibdi, ishlab turgan mashina. Holati yaxshi. Xudo xolisa pullari ham arzon. Bunaqa narxdagi bunaqa mashinalarga bemalol prerka qo'yasizlar. Mana marshrutka qilib ishlab tayyor qilib pul topib yurgan mashina ekan. Bitta dona mash kondisionerini, remenini, motorini qo'yib olsanglar, qaratib olsanglar, zo'r holatga kelib ishlangan 2019-yil 300 mil atrof yurgan bu tayyor metan gazlar bilan katta mashinani sizlarga eng arzon kanalimizda $5900 ga